Ishlashning rasvo lekin qonuniy yo'llari. 99-qism. Bu usullikda odamni talab qilgani uchun jinoiy sherigingizni atmetga qilib qo'ying. Reja shunday, ikkalangiz oq furgonni ijaraga olasiz va shaharlarni aylanib uysizlarni qidirasiz. Biror uysiz odamni topsangiz, to'xta bunga shart qo'yasiz. Agar boks jangida g'alaba qilsang, bir hafta mehmonxonada bepul yashaysan. Uysiz odamning baribir boshqa joyi ham yo'q, mashg'uloti ham yo'q. Shuning uchun u rozi bo'ladi va furgonga chiqadi. Bu jarayonni 16 marta takrorlaysiz. Shunda furgon ichida 16 ta uysiz yig'iladi. So'ngra ularni jamoat bog'iga olib borib juftlab qo'yasiz va janglarni boshlaysiz. Shu paytda sherigingiz kamerani yoqadi, chunki siz buni platformalarda jonli efir qilasiz. Boks musobaqasi bo'lganligi uchun uni mashhur bo'lishi shubhasiz. Shunda har bir juftlik bir birov bilan jang qiladi, qachonki bitta g'olib qolgunicha. Tomoshabinlar minglab bo'ladi, donatlari ham yog'iladi, minglab dollar ishlab topasiz. Bu hali hammasi emas, barchasi endi boshlandi. Keyin uyga qaytgach yozib olingan barcha kadrlarni YouTube'ga joylaysiz va u yerdan minglab tomosha va reklamalardan tushum olasiz. Shunday qilib vaqtinchalik boks turnirini pul ishlab chiqaruvchi shouga aylantirasiz. Yana ham rasvoroq pul ishlash usullari uchun like va obuna bosishni unutmang.